Xamirlari og'izda erib ketadigan shunaqa mazali bo'lgan tvorogli pirogni bugun sizlar bilan tayyorlaymiz. Bismillah deb avvaliga xona haroratida erigan margarin bilan oldindan elab qo'yilgan unni yaxshilab uqalab olamiz. Ustidan shakar hamda razrixitsil solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimiz shunaqa urvoq holatida bo'ladi. Endi nachinkasini tayyorlaymiz. Idishchamizga tvorog, shakar, chayni soda, 2 dona tuxum solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib o'tganda avvaliga qoshiq bilan, so'nggisi mikser bilan aralashtirib olamiz. E'tiborli bo'ling, tvorog suvi chiqib ketishi kerak emas va shuning uchun do'kondan faqatgina quruq tvorog tayyorlaymiz. Oldindan tayyorlab qo'ygan xamirimizni yarmini idishimizga solamiz va bir tekis qilib tekislab olamiz. Undan esa tvorogli nachinkamizni xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib solib chiqamiz. Hamma nachinkani bir tekis qilib yoyib olamiz. Ustidan esa xamirimizni ikkinchi qismini yoyib chiqib olamiz. Ustini ehtiyotkorlik bilan tekislab yoyganimizdan so'ng pechda 180 gradusda 50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ustini qand to'pasi bilan bezatib, sovigach dasturxonga tortamiz. Sizdan esa bitta like.